Shayx bozorcha panjum, Hasan Mikalka dadajon. Wow! Eshikdan kiraverishda mana shunday bizni kattagina koridor kutib oladi. Endi ana ishman ham gapiray Hasan Mikalka. Bu yoqqa zo'r katta koridor. Yaxshi uyi. Mehmonxona zo'r. Zo'rash. Bitta xona mana zo'r hammasi zo'r. Yotish divan hammasi spalni. Mana bu yoqqa oshxona, meni ish bilan osh yeymiz, kola bilan zo'r. Wow. Beshinchi mikrorayon Shayx bozorcha 4 qavatli kirpichli domimizning 4-qavatda joylashgan, umumiy maydoni 110 metr kvadratni o'z ichiga olgan 2,5 tomonlama proyektga ega xonadonimizni egalari $58,500 so'rashyapti. Yana ustida kelib baraka qilishingiz mumkin. Aytgancha, ushbu xonadonimizni siz ikkilamchi kredit asosida ham rasmiylashtirib olsangiz bo'ladi. Nimaga? Xonangiz zo'r, kayf mukana ishdagi.